Shu ko'rib turganingiz sensorli eshik, ya'ni bu yerda qo'lni qo'yilsa ochiladi eshigimiz. O'rtada odam qolib ketsa, bu yerda ham sensori bor, ya'ni o'rtadagi odamni qisib qo'ymaydi. Aynan bunday eshiklarimiz qayerlarga qo'yiladi? Ya'ni xonadan xonaga o'tadigan joylar va больница shunaqa joylarga tavsiya qilamiz bu eshikni. Navbatdagi eshigimiz, ya'ni zamonaviy loft eshiklaridan. Buni o'ziga xosligi, profillari ingichkalik bilan ajralib turadi. Ya'ni bu yerdagi profil o'ta ham hajmi ingichka va kalyonni oyna bilan qoplangan. Zamoklari esa magnitli. Bu hozirgi kunda besparol bo'ladi xonadan xonaga o'tadigan joylarga. Navbatdagi sistemamiz, ya'ni 5 xil turdagi sensor eshiklarimiz, 5 xil turda Xitoyniki bor, Eron hamda Turkiya. Buning ichida O'zbekiston territoriyasida ko'proq svet o'chib qolish odatlari bor. Shuni hisobiga svet o'chib qolsa ham buning ichida akkumulyatorlari bor. Buni ustida krishkasi bo'ladi. Ataylar buni krishkalarini olib, mijozlarga tushunarli bo'lishi uchun bir-biridan nima tarafdan farqli qiladi. Shuning uchun hammasini ochib qo'yganmiz. Bu yerga kelsangiz, hamma sensorlarimizga to'liq ma'lumotlar olib ketasiz. Navbatdagi eshigimiz sensor eshik. Ya'ni hozirgi joyda ekonom qilish variantida garmoshka holatida ochiladi. Bu tarafda ya'ni joyiz yo'qmi, devormi, sensor eshik ochishga imkoniyatingiz yo'q. Aynan shundan tavsiya qilamiz. Bu yarimi devor holatiga yopilib, bu tarafi esa shunchagina joy egallaydi, ya'ni 50 sm. Buni qulay tarafi shundaki, o'rtadagi eshik yonboshga kirib ketmaydi. Garmoshkali hozirgi holatida yangi versiyasi. Bu navbatdagi mahsulotimiz. Hammasi zo'r bo'ladi. Bu barmoq faqatgina zo'r bo'ladi deyish uchun ishlatilmaydi. Aynan eshik ochish uchun ham ishlatsa bo'ladi. Ya'ni shu barmoq ostida mana eshiklarni ochsa bo'ladi. Sekretni eshiklarimiz. Bu juda ham qulay. Parogi yo'q, devor ichiga kirib ketadi. Bu esa navbatdagi mahsulotlarimiz. Navbatdagi mahsulotimiz yuqorida ko'rib turganingiz soyabonlar, ya'ni quyosh nuridan saqlaydi. Bu holatlarda ko'pchilik joylarda temirdan qilib qo'yishdi. Temirdan juda ham xunuk holatlarda turadi. Temirdan qilishni xohlamaydi. Atak temirdan qilmasa, lekin quyosh tushishi mumkin, yomg'ir o'tishi mumkin. Kiyim kechak do'kon bo'ladigan bo'lsa, ichkarida sizlarning maketinglar kiyim qo'yib qo'yasizlar, u quyosh nuriga yangi kiyimlar o'chib ketishi mumkin. Shuning hisobiga quyosh chiqqan paytida buni, yomg'ir yog'ayotgan paytlarda 3,5 metrgacha oldiga chiqadi va buni eng qulay tarafi mana bu yerga brendlar, ya'ni do'konning nomini yozib qo'ysalar bo'ladi. Navbatdagi mahsulotimiz, bu ham parogi yo'q, ya'ni parogi yo'q, lekin oynagimiz har xil holat bo'ladi. Ya'ni buni tushunmagan odamlar qattiq ochib va qattiq yopib yuborishi mumkin. Shuning hisobiga bu maxsus germanskiy ichkaridagi mexanizmlar qo'yilgan, oxiriga kelganda o'zi sekinlashtirib oladi va yopganda ham o'zi sekinlashtirib oladi. Anaqa yopmasa, oxirida o'zini temtirib yopilyapti. Hozirda zamonaviy loft eshigimiz quyidagicha bo'ladi. Ya'ni bu shunday qilib yopilganda parogi bo'lmaydi buni va yopilganda hamma oynaklar bir ketinda o'zi yuqoriga o'zi buni apparatlari qo'yilgan shu holatda harakatlanadi. Har doim yangilik chiqqanda buni poddelkasi ham bo'ladi, originali bo'ladi. Ya'ni buni svarka holatida temir varianti ham bor. Uni masalan videolarda juda chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin aslida yoniga yaqinlashsangiz bu alyumin holatidagi kачествоda bo'lmaydi. Shuning uchun haqiqiy loft xuddi shu bo'ladi. Tagida parogi bo'lmaydi va ochilib yopilganda o'zini temdiradi. Qanaqa qattiq yopasizmi, sekin yopasizmi, xuddi shu holatda ochilib yopiladi. Va buni tanlashda adashmang. Buni shartlankalar va har xil holatlarda gullarini xohlasangiz oynalarga yozib ham berasiz. Gelatina. Buni qanaqa joylarga qo'yiladi? Kafe, restoranlarga qo'yamiz va hozirgi holatlarda domlarda balkon qismida eshik qo'yiladi. Shu eshikdan juda ham sovuq kiradi. Shuning hisobiga balkonda oldiga panjarani o'rniga ishlasa ham bo'ladi. Bu pastga tushganda panjara vazifasini bajaradi. Yuqoriga ko'tarilganda har xil shamol, chang, ob-havolarda, iflos ob-havolarni sizda uyingizga o'tmasligini vazifasini bajaradi. Ya'ni buni oynalari stekla paket hisoblanadi. 2 qavatli oyna. Issiq sovuqli va yomg'irlarni umuman o'tkazmaydi. Navbatdagi mahsulotimiz, ya'ni basseynda yozgi basseynni qishki basseyn qilsa bo'ladi. Aynan bir dona basseyn qurasiz va unda ham yozda cho'miling, ham qishda cho'miling. Buni imkoniyatini basseyningizga shu holatlarda qilib beramiz. Buni 10 metrli joylarda o'sh olib borganingizda 2 metr joy yig'ib qo'ysangiz bo'ladi.
Bu juda ham yengil konstruksiya, ya'ni ayollar bo'ladimi, yosh bolalar bo'ladimi, bemalol bir qo'lda ham ochsa bo'ladi. Shuni katta bo'lishiga qaramasdan o'ta yengil harakatlanadi.